Hörmətli televizor görgücülər, hazır görüp atqanlar Şinjan televiziya stansiyasida Xuyu Mədəniyyət Taqıt şirketi bilan Şinjan Elbidar Mədəniyyət Media çəklik şirketi birləşib İmran Xalqara Savdo çəklik şirketinin qollashida yo'l qo'ygan notiq so'zlash xarakterdagi programma ular shundaq deydi. Undaqda ular kimlar? Ular nima deydi? Ular bo'lsa hamma sohada, hamma kasbda o'zining tirishchanligini ko'rsatgan, hayotini o'ziga xos ma'niga ega qilgan kishilar. Biz ularningki bu jarayondagi hayot kechirmishlari va turmush ta'sirotlari bilan o'rtoqlashib, jamiyatga ilhom va madad bermoqchi. Şinjan Sənət Yurti İcadiyyə Tədqiqat Mərkəzinin muavin başlığı, Şinjan Sənət Yurti Opera Öməkinin muavin başlığı, dövlətlik birinci dərəcəlik rejissor, sənət yetəkçisi Qurbanjan Heyit sənət hayatında az bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirgan. Qurbanjan Heyit Uyg'ur xalq mashrablarini qezib rəddlash qurilishida Charchan, Chaqiliq, Kalpin, Mori mashrablarga rejissorlik qilib, Uyg'ur mashrablarga varislik qilish, taraqqiy qildirishda tegishli töhfa qo'shgan. 2002 yılı Şinjan Uyghur Abdunum Rayonlu Xalq Hökuməti tərəfindən Cungu Uyghur 12 muqamının CD, VCD, DVD plastinkalarını işləş, nəşr qilish xizmətində gəvlik töhfa qoşqan deyə əngəlingan. 2005 yılı Abdunum Rayonlu Uyghur Klassik Ədəbiyyatı və Muqam İlmi Cəmiyyəti İlğar şəxs şərəfiga müyəssər bolğan. 2014 yılı o rejissorluq qılğan G'uncham dramasi dövlətimiz qurulğanlığının 65 illigini təbriklash, Əlgi nəp yetküzüş teatr ko'rigida Munavvar əsər mukofotiga, Munavvar rejissor mukofotiga erishgan. Bu drama yana 2016 yılı Tangirtaq Ədəbiyyat Sənət mukofotiga erishgan. Qurbanjan Heyit ilgari oxir bo'lib, oz bo'lmagan komediya, drama, etud, sənət keçiliki, televiziya teatrlarga rejissorluq qilib kelmoqda. Ya'ni u 60 dan ortiq universal va maxsus sənət keçilikiga, 50 necha nodir etudlarga rejissorluq qilib, ommaning olqishiga erishib kelmoqda. Qurbanjanka o'tgan qidim qarasam chechingiz texmi oqirib ketibdi. Bo'yganmi yoki men o'zim san'at o'qigan bilan mening bu chechim rang ko'rib baxmagan choch. Rang ko'rib baxmagan. Tabiiy choch. Tabiiy choch. Yeshil chochga yana shundaymi? Yo'q, yeshil emas, bo'z choch deymiz buni. Qurbanjanka mening anglashimcha siz 20 dan ortiq kechilikka rejissorlik qilibsiz, shundaqmi? Onu sanab baxmabdımən. Çünki mən qılıb bolğan işimdən hazırgacha ətisdən tatib mən qarab baxan emas. Çünki mən üzərimdə qıyğan işlərim degəndək mənim üzərimə qoyğan ölçümümün pəlləsiga tək çıxıb olanmadı. Şunun üçün mən qançılıq işlədim, qançılıq pəll yarattım, onu mən özüm hazır cavab verəm. Yəni ətisdən başlap unutub getsiz qılğan. Çünki yeni iş kütüb durdu, bu işin tüketməyə tutsaq, bir munçılğan davamlıq bizi şunu kütüb durdu. Şunun üçün onun qanda bolğan bolmağına vaxt ajratqandan aldımızğa qarab, mangınımız əvzəldi o deyə qarab biləvatdım mən. Demək, bizniki bugünkü proqramımız notiq so'zlash proqramısı. Menimcha notiq bir odamninki qilgan ishlari, tajribalari va eng muhimi qimmat qarashlarini aks ettirdi. Shu nuqta aytgan chaqda sizning bugungi notiqingizning temasi bo'lsa, samimiy odam bo'lish, ishqa astoydil bo'lish. Samimiy odam bo'lish, ishqa astoydil bo'lish, ha. Undaqda biz Qurbanjankamning o'sha temidagi notiqini bir anglaylik, ha. Hadi marhamat. Ko'pchilik men mehr muhabbatlik, samimiy sadoqatman, axloq fazilatlik bir oilada tug'ilib o'sgan. Onundan başqa benim tug'ilib o'sgan yerim Atush. Atushda vurun adam yo'q. Tirishib ishlaydigan adam bor. Tayyor adam yo'q, jafoga chidab, o'zining taqdirini o'zgartiradigan adam bor. Demak, mening hayotimga oilam va Atushdek shunday bir tug'ilib o'sganligim menga yetakchi bo'lib, demak, mening hayotim samimiylik, adamiylikni qo'g'lish bilan, ishq astoydillik bo'lish bilan shunday o'tgan. Xo'sh, endi o'zimizningki kichkina hikoyatimizga kelsak, men o'zimni kichkimdan xuddi mushlarga o'xshash, demak, shundaq bir ma'naviy san'at turuqi va oila va shunday muhit cho'ng'ilab o'sdim. Men kichik vaqtimda boshlang'ich maktabda o'qishim intayin yaxshi edi. Balkim shu yo'l olmagan bo'lsam, yana bir sohadimi kichkina birimi bo'lib qolar o'qiydim. Lekin men kichkimdan men yaxshi naqsh o'qiydim. Kichkimda mushu mahallimizda u yoqdan bu yoqqa o'tib, etimni qamchilab o'tdim desam, chang chiqirib o'tdim.
Demek şu başlangıç mektepte okuyatkan vaqtimda bizim Abdikerim Zeydin deydigan bir malumimiz san'at ömekler tarqalgan vaqtimidagi shu kelib bizniki atush shu boshlang'ich maktabga o'qituvchi bo'lib keldi. Kelib bu mening ovozimga qiziqdi bu odam. U mening tunji ham bu san'atdagi tunji o'qituvchim. Shu mezgilda shu vaqtida Shinjongniki va madaniyat inqilobidan keyingi, demak madaniy ma'rifning qattiq gullanish davri bo'lsa kerak. Shu davrda butun viloyat oblastlarga supan maktablarga san'at sinflari ochilishga boshladi. Darvaqa meninkimi shu mezgilim shuni to'g'ri keldi o'g'ay, taqdiri iroda. Demak, men Qizilsuv oblasti supan san'at sinfiga, ya'ni 75-yilda supan san'at sinfiga kirdim. Putgandikan biz xizmat tanlash va xizmat bizni tanlash boshqa holatiga kelib qoldik. Yana madaniyat idorasiga bordik, borgandan u meni qayta ko'rib chiqqandan buning bo'y basti, chiroy shaklim anchalik sat emas ekan, andoq san'at umak ko'rib usulchi bo'lsa dedi. Xo'sh, endi ko'pchilik bilsizlar, usul kasbi bu tantarbiyaga o'xshaydiganlik kasb, jaboliq ishlaydigan kasb. Demek bu japalığa çidap demek usul kesbini egallash bilan tushib ketdim. Usul kesbini tirishib bir yildan keyin andan shu vaqtda hali yomon emas ko'z ko'rendim. Lekin mening bu ham u vaqtda üst bulan bitta 15 yoshga kirgan vaqtim. Sahna qatnashaman shuning bilan meni Shinjong Naqshulumiga o'qishga bilim aşırış vardı. Bilim aşırış jarayonida bu yerda hali maharati geldim. Lekin hali kichik vaqtimda naqsh o'qiydigan ancha-muncha duttachilib naqsh o'qiy olaydim. Shu vaqtida Dilbar Yunusmi mushu Shinjong Naqshulumida o'qiyotgan vaqtda Dilbar Yunusning ma'lumi Golumbiga ko'rsatdi axir bular. Ko'rganki u odam ko'rib bu balaning ovozi istiqboli bak yaxshi ekan. Lekin bu tehi 15 yoshlik bola ekan. Bu 18 yoshga kirgan vaqtida cho'qim bir ovoz o'zgarish bosqichi bo'ldi. Shuning uchun hozir ovoz yaxshi ekan deb ko'p o'qib qo'ysa, keyin ovozni chataq bo'ladi degan. Shuning uchun tashlashlik bo'lmaydi o'qib deb, shuning bilan mening bu yerdagi hayotimda o'zgarish bo'lib, To'xtamol Toji shu vaqtdagi Qizilsuv maktabining boshlig'iga xat yozib berdi. Ma balaninki ovoz istiqboli bak yaxshi ekan. Bu balani siz usulchi kasbga sanmanglar. Agar 18 yoshda ovoz o'zgarib ketmasa, men qaytirib kelaman dedi. Şunun bilan qaytib ketdi. Qaytib ketgandan keyin endi usul kesib sanmadi. Sanmagandan keyin mening oilam hamda sal o'qimishli oila. Agar buni ovozi 18 yoshda o'zgarib ketsa, bu nimaga aylandi? Hech kimga kalkamaydigan keraksiz narsaga aylandi dedi. Shuning bilan bu yerda anandaki g'ajak kasbini o'rgandim. G'ajak kasbi muzika chag'alli biladi. Muzikami unda oddiy kasb emas. Onun için ben nahit bedel tüleş gerek. Demek şu vakti ben müzik tırtık kirgen vaktinde bir 20 kvadrat metrelikle bir zal var. Hem şu yerde meşgul oldum. Ben anlayamayım. Demek şunu olan çıkıp kışın günlerinde de koridor demek 7-8 saatlik meşgul kılım. Meşgul jarayonda bir kişilik olmaylam. Demek Qizilsuv san'at umak doirasida men bir g'ajikchiga aylanib qoldim. Demak, men bir kasbni ahli bo'lib, demak mening hayotim muqimlik bo'ldi. Shuning bilan demak mening vazifam uni bilan tugimiz kerak. Taqdir iroda 82-yilga kelganda Markaz teatr instituti bizni Markaz teatr instituti o'quvchi qabul qilishga bordi. Uning qatnashdim. Albatta, ovoz bor, musiqa bor, anda usul kasbimi bor. Degandek bo'lib, uningdan xili yomon emas mushtabaqdoshlarimning qatorida men Markaz teatr institutiga bordim. Markaz teatr institutiniki o'qitish yetakchi ideyasi, Markaz teatr instituti shuncha cho'ng maktab bo'lgan bilan bizga hargiz yaxshi artist bo'l deganda birinchi o'rin qo'ymaydi. Yaxshi artist bo'lmoq oson, yaxshi odam bo'lmoq tez deganni shunday savoqdoshlar. Darvaqa bizim bağın sınıfı bizim mağoqşa sanat ümektin bağallı var. Ondan o'ttir maktabni putkizib bağallı var. Ve ondan başka tekrar Xansu maktabda o'qib bağallı var. Bizdekler, mesela ben atı şehir çoğun olan Xansu gapni xil yaman emas bilaman. Ama xatni nechini bilmayman. Bir dilli qopab undaq bir çoğun ali maktabga, demek teatrninki eng yuqur pallasiki maktabga berib qo'yish biz uchun nihoyat mushkul bo'ldi. Ana ustiga men azroq tilishadigan bo'lganligim uchun, demek men tiyatr kesbi endi. Tiyatr kesbi ko'pchilik. Masalan, boshqa kesbidek, san'at kesbidek bir xil mahorat talab qiladigan emas. Tiyatr kesbi bilan shug'ullangan odam adabiyot bilish kerak, tarix bilish kerak, estetikdan azroq xabar bo'lish kerak. Chunki o'ynagan asarlarda nurg'un falsafa bo'ladi. Buni ijtimoiy pallarda nurg'un kerakligini his qildik. Shuning bilan bu jiddiy o'qishga kirib ketdik. Fütur bo'lib bu shekilde bir yil bo'lgan vaqt bo'lsa kerak. Bu vaqt bizning teatrniki bu cho'ng ma'noda aytgan vaqtida umumiy davlat bo'yicha teatr krizis uchrayotgan vaqt. Shundaymi? Anda Shinjongning iqtisodiy ahvolim yaxshi emas. Bizga u vaqtda ijod etgan maxsus yuqoridan selinma keladigan shunday bir vaqtlar.
Şunun bilan bizga undaq fursat bo'lmadi. Bizni qanoatlantirgudek fursat bo'lmadi. Shuning bilan bir qism saboqdoshlarimiz naqsh musiqa bilan naqsh musiqa tarafga mangdi. Yana bir qism saboqdoshlarimiz itotni tutib mangdi. Yana bir qismlarimiz rejissorlik va ya qalam elib yozishni boshlagan saboqdoshlarimiz bor. Degandek biz to'xta, biz bu idoraniki burunqi planliq egilik davrdek idoraning bizga qo'yib bergan relsini ustida mangsak, bizning hayotimiz bu oyog'i yaxshi tushmadi deb hammamiz har tarafga izlanishga boshladik. Albatta bu jarayonda yana nurg'un ishlar bo'ldi. Teatrda nurg'un ishlarga bir kishilik asimizni qo'shdik. Demek bizim işimiz yani culavatkan mervayet göherli var. Lekin bizim umum sınıfın avali, minin davatkanım umum sınıfın avali. Demek muşundak izleniş, muşundak vesvese, muşundak içiniş işlerde tuğa vaktimizde andın Kazakistan Tiyatro Kino İnstitutu'dan balık kıgılı geldi. Demek meni takdir irade bir dumulap ben Kazakistan'a okuşku vardım köpçülük. Endi Kazakistan müjde nurgun tiyatro kesbi bilen şugullanıvatkan ve okuvatkan ballarımız varken azırak savat. Mesela sabık Sovetski Soyuz. Anadaki cümlede Kazakistan o tiyatro devleti. Kazakistan'daki külli Kazakistan'da 28 drama tiyatro var. Opera, drama, tiyatro degen bo'lib 28 var. Almut şehrining o'zidilam Almut şehrining o'zida 68. Mesela Abay Opera Tiyatro, Muhtar Avezib Akademik Tiyatr, andın Lermontov namidagi Urus Tiyatro, Nemis Tiyatro, andın Kudus Xo'jayarov namidagi Uyg'ur Tiyatro, andın Koreys Tiyatro, qag'alarni hozir sanab bo'lolmadim. Bir Almut shahrining 6, hozir sanig'inim 6 drama teatri var. Bu yıl ben Karköz'ün işleyen bolsam, kiler yılı ben Kuzu Körpeç Bayan Suluğunu işleyemem. Kiler yıl cüret vayet kopap Karköz'ün işleyedi. Demek pütkül rejissorlar, pütkül sanatkarlar demek yüzününki dramaturgunun eserini her kişilde oynap demek o eserinin seviyesini Shakespeare seviyesine apırıp etmesi mi? Şundak devir kütürüp etken Kazakistan'daki demek tiyatronun muhit aşında yakşı. Hoş tiyatro muhit şunda yakşı iken yüzümüzge keleyler. Biz çıkan vaxtıda hatta biz Kazakistan'a çıkış için bir günü bizge til cihatta terbiyelenmedik. Ya Urusça bilmeyimiz, ya Kazakçını toluq bilmeyimiz. Nurgun adam var, yüzünün ahlakı şartını hazırlamay turup milletçi olup aladığan. Sizin şu vaxt kılmışınızdan hemisi şu milletin özüge dağ keltirib. Eğer siz ahlak, faziletlik, samimi, durus adam bolsanız, andın milletniki. O sınıftaki ras, o sınıftaki kinki, meniki örmütüm. Hatta menden mi yaxşı okuyduğanlarının mı bir işi olsa, malıbık sen gap kıysan da, senin gipini sen dememsen, ya senin gipini yak dep bakmaydı. Degende Kazakistan'da mı tırıştım. Demek hem derslerini toluq tamamladım. Ahırda Urus'niki Çinzano degen bir eserini Kazak tilida rol elip oynap çıktım. Şunun bilan o'qishimni tamamladim. Elqa kuzning arsimi aslini ayılmaptı degandek şu mezgil itotchilik boshlandi. Uyg'ur san'atida itotchilik boshlandi. Şunun bilan u ikki tilsiz degan itot bilan itot ijodiyatimni boshladim. O vaqtda televiziya stansiyasining san'at programmalari ko'payishga boshladi. Demak bu itotga bo'lgan taqozolik kundan kunga eshishga boshladi. Şunun bilan demak bu itotchilikni oldin ijodiyat qildik. Keyin taqozolik ish bilan tang shunun bilan taqlidchilik boshlandi. Tarjima boshlanib ketdi. Lekin ammo u itotchilikqa nisbatan shu ajr emgakka nisbatan u vaqtda iqtisodiy unum yo'q asosan. Tani surtish aql voqea ma'lum shundami? Unda bo'lgandikan resmi bir guruh tashkillanib itot ishlaydigan ish qolmaydi. Shuningdek masalan mush itot ishlayotgan bizning birodarlar keliblam so'zni yodlab bo'lib kelib qaylab basanglar deydi. Qaylaymiz shuni ularlam redki salimiz qilimiz chiqimiz. Shuni bir mezgil o'tgandikan oldida u mayajonda o'tdi keyin qarsak tarjima ko'p bo'lib ketdi. Anandan keyin ma obzorchilar bizniki juyan qo'rosiga kirib ag'iltdi. Shuni bilan men undan itotchilikni tashlab etdim. Rost Kurbancan efendim siz rejissorluk qilgan ma obraz Uyg'ur obrazi ma nereden geldi bu desa men javob berolmaydigan darajaga kelib men anda itotchilikni tashlab etdim. Bu itotchilik qandaqli bo'lmasa mening shu vaqtdagi ma sabdoshlarimning bilan bo'lgan aloqadagi qimmatimni va yoki jamiyat kichkina yuz bo'lgan bilan mening o'zimga qo'ygan operadagi mas'uliyat majburiyatim suvlanmaydi.
Demek benim bu derdim tügümü yanılam şu izleniş jarayonida hatta ahirandın toxta. Yana bu. Demek artistlik hayatımdaki bir tarix yanı qaytılınışqa başladı. Näge meňişimiz gerek, qanday qilishimiz gerek dep. Köpçülük, hatta biz Enver Samet, Ötkür Uşur qatarlıq ağiniler biz ahir yüzümüz igilik tiklep sanatını terakki qilmoqchi bu yol to'sdi deb çay şirkit qurdik. Şu mezgilde tutsak Van Yutong deydigan Uyg'ur naqsh muzikasiga bir kuyek bir korxonachi kelib bizga Unsin şirkit qurib berdi. Unsin şirkit qurib, demek yana qaytadan yangi bir hayot, yangi bir musobaqa boshlandi. Bu şirket başlandı. Tuncu ulap biz Tarım namlıq karaoke VCD'sini işildik. İşlep şu mezgilde nahayet belgelik tesir kozgaldı. Elbette mendek tiyatr, vaka, obraz sanatıyla şugullandığı adam, men emri işleş bilen, men kanaatlanmayman da şunu ağaynlarımga çöndürüp dep jürüp, anda televiziya tiyatr işlep göreyle dep, bu kişinin tunamsız namlıq televiziya tiyatrını işildik. Şu vaqt bu televiziya tiyatromu özüge layık yaman emas ta'sir qozg'adi. Şunun bilan Uyg'ur VCD bazarda demek televiziya filmininki bu ishlash imkoniyati baken deb tushdan kirishga boshladi. Uningki o'chgan yulduz degan 3 qismli televiziya tiyatroini ishildim. Bu televiziya tiyatromu xeli yaman emas bo'ldi şu vaqtida. Şunu bilan andikin onu aqsı olaplı Sarsar Roh degan televiziya tiyatroini ishlab, qandaqdo bir sohaning bir sohaniki yol açqıçıları süptide bir xil iftarlıq, faxırlıq tuyğusu endi çirey çimeyli deb o'ylashyapsak, demek ki patnet huquqi o'g'rilar kirib hammamizni bag'zada qo'qlab chiqarib etdi. Cho'ng tutgan naqshul kechliklari. Naqshul kechliklar başlandı. Yeni asırga kirgan vaqtidagi asr aqshimi, andin mao xalq sarayida 2005, 2006, 2007, 2008 Novruzga bag'ishlangan kichik ziyrak cho'lponlar kechiligi qatorliq muşunuga yaqin andin mao radio stansiyaniki Sada nomliq kechiligi degandek vaqaza mushundaq kechliklardan bir 20 dek kechlikka rejissorlik qilibman. Undan boshqa yolg'iz kechliklar var bunun içinde. Demek opera tiyatrosunun sanat yetekçisi degan bu besim meni texmo nacidilleştirdi. Darvaqa şu mezgilde bizim opera bunun şu mezgilde onun da 2 yıl burun bizning peshqadam rahbarlarimiz Mustahkaga Mehmon degan kinoningki ta'siri bilan biz Mustahkaga Mehmonningki şu planni qilib qo'ygan. Şu mezgilde teşviqot bo'limining boshlig'i bir xizmat tekshirib keldi, kelgan Nusrat Vajdi shuni doklad qildi. Doklad qilgan ekan, bunu qilinglar dedi. Shuning bilan aqstala bu şu Mustahkaga Mehmonning muzikalik teatrini ishlaydigan bo'ldik. Shuning bilan şu so'rinni qo'paplam başlık Qurbanjon nim planing var dedi. Degandikanlar ishkirdan adam chaqiramiz dedim. Desem güzelnur o'tirapli şu so'rinda sen saran oldingmi? Aran kelgan fursatni uzam qilaydi meni ishkirdan adam chaqirsan dedi. Endi mening planim bor. To'xtab turinglar dedim. Shuning bilan kimni ko'ngil sanman kimni chaqirsan dedi degandikan bizning bir savaqchimiz bor edi. Uni biz kontrol qila oladigan. Shuni chaqirman sen buludu dedi. Chiqib bu savaqchim bilan ikkimiz kelishim qildik. Telefon verip seni çağırmakçıyım. Ama sen çokum kilip bana 800 bin koyuluk üskün yapırsan. Bunda değişim köpçülük. Biz şu rehberlik ornuq çıkka vaktimizde bizim şunç çoğun opera tiyatroda şikki manda sahne aldığı koyduğun zuvuk yok kentok. Yaman emesra. Çırak teki yok, iştim yok, kopkurukçılıklaşında bir aletken. Şununla onu dedik, dervaka şunda oldu, kaytıp geldik. Mening planim Mustahkaga Mehmon orqali butkul bizning uskunalarimiz saramjonlashib olib, anamdan o'zimizning teatrini, xo'shni Mustahkaga Mehmonni ishlab degandek, muvaffaqiyatli chiqdi shu davrda uchun umi bir shavqin suran sog'idek ashunda chiqdi. Chiqib bo'lib shu tomoshani qilib bu vazifani tugandik, aytish boshlayman deb o'ttasam shu yil oxirida bizniki demokratik bağlash yig'inimiz bo'ldi. Nazoratning shu bizga mas'ul boshlig'i kelib o'tirib Qurbanjon kelarchilik plani nima dedi. Deganken endi pədən Ruslab planlarımla oturup koyavasam, toxta, sen çoğun iş qılıman deme. 5 yıl kışı Mustahkaga Mehmonni sen çıqırıp nadir eser qılsan dedi. Uçup kettim. Demek şu başlığın degandek Mustahkaga Mehmonni şunda mı? Tirishib yaxshi bir yerga chiqdik. Mamlakatlik tashviqot bo'limininki 5-1 mukofoti. Ondan nadir eser qurilish 30'ning ichiga, ondan Shanxayda o'tkazilgan festivalda Beyülen mükafatıga deganga o'xshash nurg'un mukofotlarni oldik, lekin Uyg'ur teatrchiligi shu paytda hech nima qilolmadi. Bu uzunga so'zalgan kunni o'taverdi. Bu chashqi umid oq chiriverdi.
Demek, muşunda akıp gitiyotgan vaqtlarimizda anda yana 2010 yıllık kelgan vaqtida Abdunur Ayliq Şönçön Budun andan buyruq kelib elninki ko'nglini xush qiladigan. Demak, darvaqa shu vaqt, demak, Uyg'ur tomoshabinlarini qayoqqa yetaklash masalasiga duch keldi jamiyat. Shuning bilan shularniki ko'ngli xohlaydigan, yaxshi ko'rgan asarlarni ishlanglar degan bizga shu talab kelib chiqdi. Kelib chiqqandan keyin shuning bilan bizning boshliq chaqirib kelib, nurg'un gaplarni qildingiz. Qani qo'lda bizim bormi dedi degandan keyin, demak, ish qildigan vaqt keldimi desam, keldi dedi. Chiqiblar menda ijodiyatchilarimni yig'ib, qaysingni qo'lda kitob bor. Nima u mezgilda biz teatr to'xtab qolgandan keyin bizim bir yozuvchi qo'pab, men bizim yezib diyem. Çünkü yazdırıp koysak, tiyatro yazmak asan emas. Yazıp koysak, onu biz şu vaxtda özümüz iyi bulamayız. Şunun olan bu bizde tek onda tayarlıq bulab bulmagan. Şu vaxtadan da kolda nimba balla dep hemmisini kıysak, İslamca varız. Onun şikotunu yok diyen kitapını. Mening qulamda chetninki manda kitib va takadida uni ko'rdim, ko'raplam qarsam yaxshi. Chiqibla boshliq ko'rsatgan boshliqim hayajonlanib, "Bo'ldi" ekan dedi bir kitib. Boshlab bu asar nihoyat muvaffaqiyatli chiqdi. Demak, teatrga bo'lgan qizg'inlik, hamma narsa va bizniki belgilik muqim tomoshabinlarimiz chiqishga boshladi. Endi mushunchilik ishlarni ko'raptiman, mushunchilik ishlarga aralashibdiman, mushunchilik ishlarni qilibdiman ko'pchilik. Mush munosabat bilan. Chunki men odamiylikni, samimiy odam bo'lishni muş aqidini qilib ben darvaqa mening hayotimda nurg'u ishni o'zim bilalab qildim. Nurg'u ishni men bilamay qildim, lekin qandaqto aql kam bo'lsa aql beradigan, nima kam bo'lsa meni yo'laydigan nurg'un odamlar mening mush usab yetilib mush ish qilish jarayonimda men nurg'un odamlarning yaxshi tarafi bo'ldi. Shu munosabat bilan shu odamlarga bir rahmatimni bildirib olsam. Programmamiz bilan Xinjiang İmran Xalqaro savdo-iqtisodiy shirkati alohida hamkorlashgan. Bir ne'mat bar karomat, lazzati bar alomat, pokizligi quvvati bizga rohat, farog'at. O nima? U nimada? Misran qaysi? To'g'ri, topdingiz. Wow! Nimanda qatiq bu? Misran yurishli qizlari ishonchlik go'sh, esil xurishlar, yuqori saviya va a'lo sifatda mujassamlanib, aqida va samimiyat qo'shib tayyorlangan esil yemaklik. Misran qizlari. Bala quvvat qiladiğini yanılı Misran qizlari. Qutyardan yeni bir qadam şanlıq natija Aqsu Qutyar zavodi dağdug'liq ishga kirishtirildi. Yangi Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam, har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 12 yillik arzu, 12 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng, ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondan xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Tağning zinnati Qur'on tosh. Tanning zinnati ko'rkam chosh. Go'zallik tabiiylikka bog'liq. Ko'rkam chosh tarvishga bog'liq. Sizning chechingizga mos keladi. Men chochlarimni asrayman. Chochlarimga Shahlo choch doktori hamroh. Shahlo choch doktori yurishlik choch asrash buyumlari. Yığıp yürügen dünyasını toyga dep, tüküter mihman keldi öyge dep. Desem eğer düşenmestin bu qandaq, bilip qo'ygun Uyg'ur degan mushundaq. Uyg'urlarning qo'li oltin ko'ngligi. Ne'mat qahvasi tang ichgancha texmi go'zal. Ne'mat qahvasi. Ben şu radyo televiziya rejissorluk kasbini bitirib, hozir bitirganimga 1 yil bo'ldi. Abayqi so'zlaringizda men ma'lum bir narsani his qilib qoldim. Biz o'zimiz yaxshi ko'radigan kasb ota-onalarimizning qo'llashi, undan boshqa jamiyatning fursati, mush bir qator bog'lanishlik masalalar o'tirsida biz davomliq tingirqab qoldik ekanmiz. Sizningcha biz yoshlar qaysi bir xil yo'lni tutsak bo'ladi? Zodi biz qanday qilishimiz kerak? Mush haqda bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bu savolingizmi bir hisobda yaxshi savol bo'libdi. Men bugun nima uchun odamiylik bilan tirishchanlikni tanladim? Bu dunyoda o'zi yaxshi ko'rgan kasbga va ota-onasi qo'llagan ishga va jamiyatning fursat bergan odam chiqmaydi. Bu nurg'un ish bayatı mening hayotimdan balkim ko'rib o'tdinglar. Necha qitimliq davolg'ish.
Ma kesipte endi götürülüp yanı bir tallaş. Yanı bir tallaştın ki yanı düşüp yanı tırışış. Demek bu çokum muşunda. Yakınlarınızı ben uya bir yerde anılsam bulapım muşu timin tallaşımdaki bir sebep yaşpallada. Yaşpalladı. Mani kısam ata-anam unumudu. Minin manda arzuyum batı unumudu, bu unumudu deydi. Ademlerinin yüzünün ki tallaşı buludu. Hemmedemnin arzu umudu buludu. Bununki irşəliydi. İrşəmiz qandaqlıdı? Demek kolumuzga kelganini tirish pishirishimiz kerak. Masalan, men demek çoğunu men bir taqdirizmchilikni tashviq qilmoqchi emasman. Demek bir adam mush bir kasbni demek sizning ko'nglingizda asli boshqa o't kuyayotdi. Lekin sizning jamiyatning tanlashi boshqa bo'ldi. Taqdir sizni boshqasini tanladi. Demek meningcha shuni qanday qilish kerak degan vaqtida shu kundan tortib siz oldi bilan sizni tanlag'ashni, chunki siz tanlag'ashingizga erishamadingiz emasmi? Cho'qim sizni tanlag'ashni astoydil qilish jarayonida kech kunduz uxlamay o'zingizning orzusingizga yetishingiz uchun qilishingiz kerak. Shuning uchun ko'pchilik yana qo'limizga o'zimizningki yaxshi ko'rgan ishimiz kelsa bolalarım, o'lgudek asli vaslimizni yo'qotib turishayli. Agar u kelmasa, shu ishnimi yaxshi qilaylik. Qilish orqali oxir o'zimizning yana maqsadiga yetsak bo'ladi. Assalomu alaykum Qurbonjon muallim. Bugungi sizning shu so'zlagan darsingizdagi asosli tema samimiy odam bo'lish, ishq astoydil bo'lish temasidagi bir qitimliq leksiya dars bo'ldi. Shu darsda sizning so'zlaganlaringizni haqiqatan har qanday bir ishqa, har qanday bir xizmatga naqadar astoydil muomala qilganligingizni men bildim. Demak, sizning shunday bir esil axloq fazilatga, shunday bir mijoz xarakterga ega bo'lishingizda balkim sizning hayotingizda sizga cho'nqur ta'sir qilgan bir kishi yoki bir sharkatlar bir faoliyatlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu ishlar qaysida meni bir bilib boqqim kelyapti-da. Bu yoqda bir qisqa tushuntirib bergan bo'lsangiz. Rahmat muallim. Bu meningki mush axloq samimiyatni menga urg'un solgan u mening onam. Beşida men deb o'tdim. Men bir intayin mehr muhabbatga samimiy sadoqatni bir oilada cho'ng bo'lgandim. Mening bu ailem nayt qiziq. Men hozir o'ylab baksam, mening bir ailem bir davlatniki kichiklatgan yoki bir jamiyatning kichiklatgan kartinasi ekan. Men endi o'zimniki mening bu samimiy odam bo'lish yo'lida o'tin sog'an ailem ustida biroz to'xtalay. Mening ota-onam o'zi Qizilsuv oblastlik Sodidarsda, ya'ni magazinda Pirganskop ishlatdi. Biz 6 bola. Biz 6 bola bo'lib 5 o'g'il, bir qiz. Undan boshqa bizning oilada 2 cho'ng onam, dadamning onasi, anamning onasi. Mening bu ailem şu bir cemiyetinin bir kiçikletken kartinesi ekan. Mening dadam u bir hukukning simvoli. U dadamda qattiq teptatimiz biz 6 bola. Dadam bir ishimizni bir xato qilib qo'ygan ishlarimizni o'qib qolsa, xuddi zamon oxiri bo'lgandek. Biz bu dadamizni shuncha teptat tutib emin etdik. Keyin biz cho'ng'ilab uqsak, bu dadamiz asli chivimga azor vermaydigan paxtadek bir yumshoq, samimiy bir odam ekan. Lekin bu samimiy dada nimani qilmish oila boshqarishda nimani tutib ekan desa, Uyg'urlar nihoyat yaxshi bir tamsil bor. Balanga mehrini va chehrini verma degan. Endi bu yerda mening yuqorida degan onam. Onam mush davlatning zo'nglisining rolini o'ynaydi ekan. Demek dadamlık hukukkan mısın? Dadamlık hukukkan mısın? Diyesi bu dadam hukukasa kıyamet kaim bulduğandek aşında etmeyip diken. Onundan başka, benim çoğun anam, dadamın anası. Yani dadam bulanam hizmet çıkan, o hizmet işleyen diken, o magazinde işleydi o. Onun o vakti uygun işte hazır kadın mı, cık vakitli olgan diken, asasen bizne toğup koyaplam, sütünü ağırgan dikenlam, dadamın anasını taşlap verdiken de, bu ana, bizim çoğun anamız hem öyünün hucudarı. Bu çoğun anamını aldığılı bulmaydı. Eğer bire mektepke çıkıp kalsak o caza. Demek bizim bu astoydilligimiz o anamdan kelgan ekan. Mening dadam 75 yili 50 kishiga eşit tugab ketdi. Tugab ketgandikan mening anam dadamning onasi bilan onamning onasining 13 yil boqdi. Dadamning onasining hatto bo'rtalarda tuqqanlari bordi. Ikkitelsi anam bermadi. Çünkü dadam bir oğul olab, üzün bivas bir tuqunu yok. Ulamı nevri bir tuqalla. Ulamı ama pek isil ula. Ula ekitimiz dese anam beğenmedi. Kim ki vaxtıda, ben bala vaxtımda ana bəsən olmamdı o desem, yax balam bəsən bulmaydı o. Çünkü nurgun adamla ulanın ki təqazalığını bilmeydi o. Meni patolmabdı deydi o. Şunun için ben bəsən bulmaydım. Üzem ahırıqçı baqaman. Endi,
Ko'pchilik mening bu savol mush gapni mendan digim bor deganimda hozir o'zining onasini boqmayotganlar bor, o'zining tatsi qarmayotganlar bor. Shu mening bu axloqni bergan onam qanday qilgan bir hikoyasini bu onam og'riyotdi hozir. U onam shuncha jafo tortgan, hammadan yo'l qo'ygan ona bugun 94 ga kirdi. O ananın aqli hozirgi bizning tangtash ayollardan kam emas. Bu qatim basam qarab olam, gapga solaman. Basam qarab olam. Seninki cho'ng onang, bu meniki dadamning onasi o'pka kasali bilan og'riydi. Og'rib, orliqda bir kilib qaylasam, bunda beshini qashlatdi deydi. Kep qarsam, chunki u o'pka kasali bo'lgan ekan, so'g'aqdan qo'rqib, qishda bu chochlari changidek bo'lib ketibdi. Kirilishib ketibdi. Shunga xanachi deydi ekan. Xanacha jub qo'yaymi desam ma'qul. Turib ketib, mayli. Shuning bilan mashina qip qizil o'tni qizitib etdim. Qizitib o'tirib, dasq selib, yuziga so'pindim birini tashlab qo'yib, shuning bilan shuydim dedi. Shuyib o'tirsam, uzamning onasi menga shunda qaylab o'tiradi dedi. Shuning bilan jub tarab qo'ydim. Qisam, men sening u cho'g'aningninki bunda chiroyli qolib ketganini ko'rib boqmaganmish. Mensi qip qizil, albatta uzun juyingan odamninki bir juyinib taranganda, ya'ni bir kelinninki hatta yo'ldosh tugab ketgan bir kelinininki juyib tarashib balkim onamni teqim shunda cho'g'anamdan da chiroyli qilib etgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan onamning onasi uziq onam juyib bo'lib qarsam onam qarab o'tirib ketdi dedi. Ana sizni mi juyib qo'yaymi desam, onamni mayli dedi deydi. Ikkisini mushunda juyib tarab, mushunda qilib qo'ygan bolam deb hikoyat qilyapti. Demak, mushunda ishni kim qila oladi? Shuning bilan u vaqtda hozirgidek aloqa bunda emas. Biz bu xabarni o'qib bag'cha ikki cho'g'anam tankit bo'lgan. 5 kun arliq. 4-5 kun arliqda turib, demak shu onam ajr qilgan ikki ona hafta ichida bir-birini qo'g'lashib ketib u dunyoga berib yetib oldi. Demak, men mushundaq ona, mushundaq oilada cho'ng bo'lgan. Shunga meningki bu odamiylikning o'ti shundan keldi. Assalomu alaykum Qurbanjon olim, yaxshimisiz? Oldi bilan mushu hozirgi jamiyatimizda samimiylik nihoyat xirs tudish kelayotgan vaqtda sizning bugungi mushu 1 soatlik darsingiz bizga shundaqli o'ltag'an hammalarga yaxshi bir tushuncha, shundaqli yaxshi bir aktiv energiya bo'ldi deb o'ylayman. Men 6 yil burun Xinjiang san'at institutining kino televiziya tahrir rejissyorlik sinfini bitirgan. Endi mushu naq maydonda Xinjiang san'at institutining mushu rejissyorlik kasbida o'qiyotgan nurg'un qiz o'quvchilarimiz borki, mush qizlarga bundan keyingi kasb yo'liga bir ilhom bo'g'dek bir ishga so'z qilib bergan bo'lsangiz rahmat. Demek adam degan mushu jamiyatda yashaganda ikki xil salohiyat bilan mangdi ekanmiz. Birisi o'zimizniki, nomidagi odamiylik salohiyatimiz, ikkinchisi o'zimizning hammamizning har turli xizmat kasblari bo'lgan kasbiy salohiyat bilan bo'lib ekanmiz. Shuning uchun mening kasbiy salohiyatim baqattiq ko'pchilik. Hammalarning oldi bilan yaxshi odam bo'lishinglarni, anadan qasimish tashkil, tuzum, intizom, asosli qo'shimchani araydigan bo'lib ketsanglar texim yaxshi bo'ladi. Shu vaqtida hech kimdan xafalık tortmaysizlar, ishim yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum Qurbanjon muallim. Alaykum assalom. Uyg'ur teatrchiligining 80-90 yillardagi taraqqiyoti ham uningdan keyingi bir mazgil pasayib qolish ahvoli biz hammamizga nihoyat aniq ma'lumlik ahvollar. Endi mana yaqinda yana qaytadan bir bosh ko'tarish bo'layotdi. Yana bir teatr qizg'inligi ko'tarilyotdi. Endi shu opera o'makningki mas'ul xodimlari bo'lish sifatingiz bilan sizdan shunday bir savolni so'rag'im kelyapti. Uyg'ur teatrchiligining operasining hozirgi ahvolini qanday deb tanishimiz kerak? Buningdan keyingi taraqqiyotga nisbatan sizning ko'nglingizda yana qanday planlar bor? Bilib baqsaq. Bu programmani o'zining alohida mahsuloti Imron Sap Shotut sharbetini bozorga solgan korxona Xinjiang Imron xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida talab qilgan. İtaliya kalı güç qaklamasının bir 80% pişirilgan bo'lsin. Bo'ladi efendim. Gretsiya ko'ksay salatidan birini limonni balchiq silib. İçimlik iço. Ko'nglim shu topda huzuriy yurakka boradigan İmron Shot sharifini tatib. Sizlarning bu yerda bormidi? Albatta. Taomlar tizimlikka, ichimlik yurak yizilgan bo'ladi. İmron Shot sharbeti naq yurakka boradi.
Aka qiziymi? Jabran qizlarim şu. Ma'lumot, yuring fikrim. Opa qizdan olaymi? Ağın oğlum. Keling hadan yaxshi turyapsiz, xeyli yaxshi. Shira balam. Taliyam keling. Balam buni tushirib qo'ydi. Rahmat sizga. Yana birini olaychi opa. Bo'ldi, tez bo'lgin. Ko'p o'tdingiz. O'zing yegin bola. Rahmat sana. Aqlli o'g'lim, yaraysa. Yegining lazzat, to'lg'ining himmat bo'lsin. Jabran qizlari. Şinjan Kündiyar Biyopen Texnik Çeklik şirketi su terkibideki her xil ziyonlıq maddalarını süzüp çıkarıp etiş bilen birge su terkibideki paydalıq elementlarını saklap keliş iqtidarıga ega bolgan. Adam bedeniga zarur bolgan biyot, krom qatarlıq mikro elementlarını qo'shish va suvni magnetlashtirish texnikalari qo'llanilib ishlab chiqarilgan, sufati tabiiy buloq suviga eng yaqin bolgan suv ishlab chiqarish iqtidoriga ega Zaytun buloq markalik tabiiy suv tozalash uskunisini ishlab chiqardi. Zaytun buloq suv tozalash uskunisi sog'lomligingiz uchun oqilona tanlashdir. Aloqalash telefon nomeri 0931 855 0333. Ben opera tiyatroninki azırkı rejissörü veya ki şu yerde kichkina az to'la vazifam bor. Opera tiyatro. O'ylayman, opera tiyatro degan bu nom bek to'g'ri qo'yilibdi ekan. Biz Qayum ma'lum, Zamira ma'lum bilan Uyg'ur teatrochilik tadqiqoti qilyapmiz. Biz tadqiqot ishkirlab kirgan sari bu qandaqdir bir ayg'asti qo'ylab qolgan nom emas ekan. Chunki buningdan ming yillar ilgari Mayter Smith degan asardan boshlangan hayot ekan bu. Madaniyat deganning davomi ashunda bo'ladi ekan. Uningdan boshqa hammamiz bilamiz 12 muqom. U 12 muqomninki shundoq bir obidaning bo'lib qolishi hozir süpet sözlerimiz onun qimmatini ifodalab bo'lolmaydi. Demak, shundoq 12 Mayter Smith va 12 muqomi va Uyg'urdek millatnikining opera teatri deb shunday bir teatrning loyihaligiga biz shu zamonda shu teatr nomini berib, shu yo'lni bizga ichib qo'yganligiga opirin demay turolmaymiz. Mening qalbimdagi shundoq o't. Çünkü opera, tiyatro deganni bay yuqorida deb sharhlab o'tdim. Demak, aslında to'g'ri qo'yilgan ism. Opera, tiyatro qilishga bizning shartimiz tamamen keladi. Lekin mush ishni qilolmayapmiz. Qilolmaslikning sababi menda. Birisi, opera degan narsa, opera degan bu janr o'zili oddiy janr emas. Bu opera degan janr har qanday bir rayon yoki bir millat yoki bir davlatniki siyosat, iqtisod, madaniyat uchchi mas holda taraqqiy qilganda gullaydigan kasb. Qaysi birisining roli kam bo'lsa ko'tarilmaydi. Bayatın deb o'tdingiz. Kundan kunga ishlarimiz yaxshi bo'lyapti. Hozir bir teatr yepilgandan hozir taraqqiy qilib gullanish bosqichiga kelyapti. Hozir demak bizning sohada mana o'tiribdi Jurat Voyit, Islomjon Varis qatorliq birmuncha rejissyorlarimiz yetishib chiqyapti. Demak, keyingi vaqtida masalan Shinjongning siyosiy, iqtisodiy, madaniyating taraqqiyoti bo'lib, bu ishlar cho'qim bo'ladi. Demak, bu cho'qim qilishga tegishli qarzimiz va farzimiz. Lekin hozirgacha mush ishlarni qilib bo'lmayapmiz. Ama demek ko'zimizga ko'ringulik, kelechigimiz cho'qim parlaq. Biz bu mush vazifani biz adaq chiqamigacha bizmi ko'z yummaymiz. Demek ishlarimiz oson bo'la, mush murod maqsadimizga yetib olamiz. Assalomu alaykum muallim. Men Şinjan San'at Institutining radio kino televiziya rejissyorlik kasbini bitirib, hozir mana shu kasb bilan shug'ullanyapman. Biz hammamiz sizningki nurg'un asarlaringizni yaxshi ko'ramiz, chunki sizning asarlaringizda yangilik, o'zgarchiliklar bor. Hamda mening so'ramoqchi bo'lgan bir savolim, siz o'zingizning mana shu asarlaringizning ichida eng yaxshi ko'radigan, o'zingiz muvaffaqiyatli bo'ldi, eng yaxshi deb qaragan asaringiz qaysi? Yana biri, siz asarlar endi har bir rejissyorning o'ziga xos alohidaligi, asosli kuchaydigan nuqtalari bor bo'lishi mumkin. Sizningki eng kuchaydigan nuqtangizni o'sha aktyorlik jihatda deb qarasak bo'lamdi. Biz adabiyot san'at, ya'ni teatrchilik ijtimoiy turmushninki veya ki kishilarning arzu armanining reallikdagi yetmoqchi bo'lgan yetamga arzu armonlarininki va ruhiyat, ma'naviyat jihatdagi bir modeli deb qarasak bo'lamdi Jurat Voyit. Demek, şundaq bir arzu armanlarını biz güzellik ko'z qarashimizni, razillik bo'lgan tanqidimizni qilib bir asar qilib chiqiramiz. Unda bo'lgan ekan bu hayotga hozirgacha bir ta'bir berib, muqim birga qo'shib ikki bo'ladi deb bo'lmaydi. Shu bizning ishlagan asarlarimizdimi? Men davomli deyman. U anda debdi, mana debdi desa, avar bo'pti shu. Amaliyot shuni ishlagan odam epini xuddi demek
Unutun bekrak biladi deb. Shuning uchun men tek ishlagansa bizniki bayatın degandek nurg'un sharoitlarimiz, nurg'un bir nadir asar qilib chiqish uchun nurg'un ishga ketgan bolalar biz mustahkam meymanda buni tetib ko'rdik. Asan ish o'xshaydi desek, nadir asar qurilish butkul jamiyatning nadirligi bilan munosabat bo'lgan bu. Nechimiz san'atga shug'ullanganlik emas, boshqalarning pozitsiyasi, mablag', odamlarning saposi bilan nurg'un narsa bilan bo'ladi ekan. Demak, hozirgi nuqtadan aytganda, tek men o'zimning ijod qilgan asarlarimni o'zim yaratib boqmadim. Lekin yaxshi ko'radigan desa deya olaman. Men ishlagan asarlarim ichida O'chgan Yulduz degan televiziya teatrini to'la yaxshi ko'raman. Men o'zim artistlikdan chiqqan, men artistlikni yaxshi biladigan rejissor. Shuning uchun rost demisimi artistga tayinaman. Men masalan men kesib bilmaydigan artist ishlatmayman. Hatta mesela aynı şu O'chgan Yulduzni ishlashdan burun meniki gruppadagi a'zolarim bu rolni yana birisiga berib yutibdi. Şu vaqtdagi nayt güzel bir xalqning ko'ziga ko'ringan bir talantli artistga berib yutibdi. Ammo lekin aktyor emas. Shuni men qaytib kelsam, pustani deydi, u artistni qo'pib, aka menga televiziya teatr tayyorlab qo'yapsan deydi. U bu nima bo'ldi deb anda ne bo'lmaydi, men qilolmayman dedim deb oxiri andan qo'pib Qunzay Toshni. Demek mening mushu rolamni Qunzay Tosh urlay oladi deb Qunzay Toshni men tanlagan. Qunzay Toshmi u vaqt shunda yaxshi urilgan. Assalomu alaykum Qurbonjon muallim. Men Xinjiang san'at instituti diktor siyosatchilik kasbining magistr aspiranti bu yil qabul qilingan. Mush munosabat bilan bugungi mush nutqingizni anglashga muyassar bo'lganimdan nihoyatda xursand bo'ldim. Odatda shu o'xshash bo'lgan bir masalaga kishilar o'xshamagan pozitsiyalarda va o'xshash bo'lmagan ko'z qarashlarda bo'ladi. Xuddi bugun shu nutqingizni anglagandan keyin ko'pchilikmi o'xshash bo'lmagan ta'sirotlarga ega bo'ldi deb o'ylayman. Shuningga o'xshash bir kino yoki teatr qo'yilgandan keyin uni yoqtirganlarmi bo'ladi va yoki shu asarga nisbatan ko'pchilik bilan o'xshash bo'lmagan hissiyatda bo'lganlar bo'ladi. Undaq bo'lsa sizdan so'rab baqsam, ma'lum, siz rejissorlik qilgan asarlar ichida boshqalarning yoqtirishiga erisha olmay qolgan shundoq asarlaringizmi bo'lganmi? Ham shu vaqtdagi hissiyotingizni agar xohlasangiz bizga bir so'zlab bersangiz, rahmat. Men o'zim turmushda boy degan odamiylik masalasida bo'lganda men ish xizmat ustidagi bir jiddiy holatli haq azar vermsam boshqa vaqtda aldirab odamga azar vermayman. Imkon qadar shuning bir diliga azar vermsam, ko'nglini yo'riqsam, shuning bir qiyinchiliklarga bir yor yo'lakda bo'lsam deb yuradigan odam. Qandaqdir mening oldimga kelib hozirgacha bir odam sening ma ishing bo'lmadi deganni anglab boqmabdiman. Men hatta mening birlam hojitim bor. Ba'zi vaqt bir jiddiy ishlar kelganda xalqlar mushni qanday qaraydigando deb bilmayman. Mushada mush do'stlarimni va fikrlarimni bir tillab qo'yay. Bundan keyin men mushunda gaplarni olsa, menga bir ikkilib, aka, ma ishingizning manda fikr chiqyapti deb qo'yinglar, ma savollarga javob beray. Men hozirgacha mush gapni anglamabdiman, sizga javob berolmadim fan. Amaliyotda men fikrdan qo'rqmayman. Men fikrdan qo'rqmayman. Fikrga men to'g'ri muomala qila olaman chuqum. Faqat ma'lum ishni xarakterim, ideyam to'g'ri ekanini qilmadim, tanlamadim. Ammo men hozircha hayotimda bir ishni avu meni menda qilib qo'ydi demadim. Qurbonjon aka, yuqorqi nutqingizdan bo'lib samimiyat va astoydillik to'g'risida nihoyatda yaxshi bir so'zlab o'tdingiz. Mana shu so'zingizni anglagandan keyin amaliyotda menda ham bilib bilmay samimiyatsizlik qilib qo'ydigan, undan boshqa o'rinlar qilib o'zim ishlayotgan xizmatlarimda savallik ko'rsatgan ahvollar nihoyat ko'pkan. Balkim bu ahvollar mana shu o'tgan tomoshabinlarim shundaqla saboqdoshlarimizmi bor bo'lishi mumkin. Undaqda biz yoshlar qanday qilganda shundaq o'z xizmatlarimizni o'tishdan to'liq chiqa oladigan samimiy, rostchil bir adam bo'lgani bo'ldi. Qanday mushu ahvolidan saqlangani bo'ldi, mushu haqda bir tafsiliy to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bu samimiylik, odamiylik intayin muhim ko'pchilik.
Samimiylik degan odamniki bir nuri. Odam bo'lish degan intayin muhim narsa. Odam bo'lish degan odamniki, demak biz odam bo'lib uyda yolg'iz o'tiradigan narsa emas. Nurg'un jamiyat ishlariga aralashamiz, nurg'un ishlarga bo'lamiz. Odamiylik bilan o'tirib chiqsa nurg'un odamlarniki, demak yolg'iz odamning kuchi bo'lmaydi. U vaqtda kuchga kuch ulashadi, nurg'un odamni yoriylik bo'ladi, madadkor bo'ladi, ishlarga barakat bo'ladi. Demak, astoydillik ishga kelgan vaqtida bexudlik qilish faqat bo'lmaydi. Biz boshqalardan hatto necha aslab turishimiz kerak. Shunga ishning cho'ng kichik bo'lmaydi bolalar. Ish deganniki cho'ng kichik bo'lmaydi. Masalan, har qanday jamiyat, har qanday taraqqiy qilgan millatning olim cheklik bo'ladi. Demek men mush Uyg'ur qarindoshlarimning hammasini o'ziniki odamiylik jihatda samimiy sadoqatman, mehr muhabbatlik, axloq fazilatlik bo'lishini ishga kelgan vaqtida jafo mushaqqatdan qo'rqmaydigan, tirishadigan, kunda ugunadigan, aslab ugunib, demak hammasiniki o'z kasbining bir olimi bo'lib, begdek podshodek yashab ketsa ekan deydigan umidim. Bayıqı bayanlarınızın həmmisdə bir nöqtəni izcil təkidləb gəldiniz. O bolsunmu səmimilik. Menəcə bu növbətdəki adimilik və səmimilik. Növbətdəki vəziyyətdə təkidləş ən zəruri bolğan tem boluş mümkün. Çünki bulubmu sənət əsərləri üçün əgər səmimilik bolmasa əsərdə çinlik olmaydı. Demək o əsərin cini olmaydı deyin gep. Əsərinin cini olmasa faqat çapını qalıdı. Şuңашқа bir sənətkarnınki səmimiligi hər vaqt, hər qandaq yerdə çoxum özününki əsərdəki çıllıqla ifadelanıb durdu. Şuңашqa biz Qurbanjan Heyit akımızınki muşu sənət hayatının, keçirmişlərinin və özü yəkunlagan nəzəriyevi təfəkkürlərinki bizning buningdan keyingi sənət əsərlərimizdə tegishli rol o'ynashini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik.